Darsimizni boshlaymiz. Hop, hozir kitobni ochay. So'g'at mavzusini o'rgandinglarmi? Evet. Bu so'g'at mavzuchisichi o'zi sal qiyinroq mavzu. O'shaning uchun buni shoshib hovliqib o'tib ketmaymiz. Soatga ozgina soat ayiramiz. Tushunarlimi? Shoshmasdan yaxshilab o'rganamiz. Xo'p, qaranglar, kecha shu yergacha o'rgandik, ya'ni gechiyor qayerda ishlatiladi? O'tyapti deganda ishlatiladi. Var qayerda ishlatiladi? Takam deganda ishlatiladi, to'g'rimi? Xo'p, endi qaranglar. O'tyapti deganda biz to'rtlik qo'shimchalar tizimidan, sistemasidan foydalanar ekanmiz. Takam deganda ikkilikdan foydalanar ekanmiz. Xo'p, sizlar bilan ozgina bu bo'yicha amaliyot qilamiz, praktika qilamiz. Xo'pmi? Men sizlarga bitta-bitta savol beraman. Sizlar soatlarni turk tilida aytasizlar. Kimdan boshlaymiz? Ko'ngillilar bormi? Ben. Xo'p, gapiradiganlar 100% kamera mikrofonlarini ochib, chiroyli qilib gapiradi. Xo'pmi? Kamerasi, mikrofoni yopiq bo'lgan noma'lum shaxslar bilan gaplashmayman. Tushunarli, a? Bitta Egamberdiyev sababini aytdilar, misol uchun. Qolganlardan sabab eshitganim yo'q. Xo'p, bo'lmasa Uljan Egamberginovadan boshlaymiz. Xo'p, ketdik. Soat, soat rovna 3 deymiz. Saat 3. Xo'p, ikkinchi misolga o'tamiz. Soat 5 dan 5 daqiqa o'tdi. Saat 5'ten 5 dakika telefonu. Saat 5. 5 geçiyor. 5 geçiyor. Xo'p, mayli, o'zlari aytsinlar-da, qolganlarga bir navbat beramiz. Yaxshilab ayting, yaxshi eshitmadik. Yaxshilab, ovoz eshitiladigan qilib. Saat 5'ten 5 geçiyor. 5dan Geçiyor. deyapsiz-a? Xatoda o'sha joyi. Nima qo'shimcha qo'shishimiz kerak biz? Soat Beşi. Geçiyor. Eğer be- taşımacısı. 5'i 5'e 5 geçiyor. 5'i 5 geçiyor. Hop, endi soat 6dan 20 daqiqa o'tdi deb aytamiz. Saat 6'ya 20 geçiyor. Endi to'g'ri bo'ldi. Hop, endi soat 8:30 deymiz. Saat 8:30. 8:30. 8:30. Juda ham. Buçuk. Hop, 10 kam 9. 10 takem 9. Saat 9'a çeyrek. Ona 10 var. 10'a çeyrek var. Ona 10 Rakam? var. Yo, 10 kam 9 deyapman. Men 9dan 50 daqiqa o'tdi demadim. 10 kam 9. To'g'ridan to'g'ri tarjima qilur. Birinchi to'g'ri aytdingiz. Birinchi aytganingizda to'g'ri aytdingiz. Keyin chalg'ib ketdi. Soat 9'a Çeyrek var. yo, Çeyrek var. terikni bu yerda umuman aloqasi yo'q. Soat 9'da 10 var. Xo'p, davom 10 var. etamiz. Sal tezlashishga harakat qilamiz, xo'pmi? Asaloy Sarhadzoda. Asaloy Sarhadzoda. Xo'p, soat 11dan 15 daqiqa o'tdi. Saat 11'e 15 geçiyor. Mhm. Çeyrek var. Xo'p. Soat 25 kam 16. Saat saat 16'ya 25 kam. Ay, tamam. 25 dakika 5'te. Ha. 25 kam 16. Saat 16'ya Saat 16'ya 25 var. 20. 25 var. G yo'q-ku ularni 20'sida. 25 var. Var. Xo'p. 5 kam 7.
Soat 6'ya Ya 5'te kam 7 deyapman. 6 nimadan aloqasi bor bu yerda? besh var. soat 7'ye 5 var. Soat 7'ye 5 var. Hop. 15'te kam 8. 15'te kamlarni biz nima Soat deymiz? 15. Çeyrek deymiz. Maşallah. Hop. Soat 6 biri var. Desek ham bo'ladimi? Men hozir o'zbekchasiga 15. nima dedim? Siz mayli turkchani qo'yib turing-da, o'zbekchasiga men aytgan gapni qaytaring. Nima, nechi dedim soatni? 15 kam 7 dedingizmi? Siz hali o'zbekcha gapirganimni ham eshitmayapsiz. Ko'rdingizmi masala qoni? 15'te kam 8 deyapman. Siz 6, 7 deb yuribsiz. Bo'ldi, turkchasiga aytamiz shu narsani. 15'te kam 8 ni to'g'ridan to'g'ri turkchasiga aytamiz. Soat 8'e 15 var. 15 var yoki nima bor deymiz? Çeyrek var deymiz. Çeyrek var. Cherik var deymiz. Mana ko'rdingizmi? Siz ozgina diqqat qiling, ayta olasiz. Qo'lingizdan keladi. Siz turkchangiz nisbatan yaxshi. Lekin eshitmayapsiz. Uyg'onamiz. Xo'p, Madina Toshpo'latova. Madina xonim, eshityapsizmi? Evet. Menimcha interneti yomonmi deymanda. Xo'p, gapirasizmi? Sizni ovozingiz yaxshi kelmayapti bizga. Evet, eşleyeyim mi? Xo'p, bo'lmasa boshladik. Soat 1dan 20 daqiqa o'tdi deymiz. Saat 1'i 20 geçiyor. 20 geçiyor. Güzel. Hop. Soat 2'den chorakda o'tdi. Saat 2 15 geçiyor. Cheyrek deb aytaveramiz. 2 bo'ladi, ha? Hmm. Boshqatdan ayting. Saat 2'ye çeyrek var. Geçiyor. Yo, Geçiyor. o'tyapti. Takam demadim, o'tyapti dedim. Yo, siz ovozingiz menga bor deb aytasiz deganda eshitildi. Xo'p, qarang. Soat 2dan 15 daqiqa o'tdi. Shuni yaxshilab aytib bering. Saat 2 çeyrek geçiyor. 2 qo'shimchasi qani? 2ga qaysi 2 qo'shimchani qo'shyapsiz? Nimaga qo'shmadingiz uni? Boshqatdan, chiroyli qilib, to'g'ri aytmagunizcha aytaverasiz. 2'yi emasmi? İlk qo'shimchasi emasmi? Geçiyor bo'lsa. Agar var bo'lsa, ilk qo'shimchasi degandi. Xo'p, o'sha qarang. 2 so'zi o'zi unli bilan tugayapti, to'g'rimi? I bilan tugadi. Hmm. Unga siz yana i qo'shimchasini qo'shmoqchisiz. O'rtaga nima keladi? Y keladi. O'sha y'si bilan aytingda o'shani. Evet, anladım. Mhm. Saat 2'ye çeyrek geçiyor. Soat 2 cherak geçiyor. Mana endi to'g'ri bo'ldi. Xo'p, soat 3:30. Saat 3:30. Xo'p, soat 5'te kam 4. Saat 5'e Yo'q, 5 var. siz qarang, 5'te kam 4. 5'te kam 5 deb qo'ydik hozir. 4. Hmm. Saat 5'e 4 var. 5'te kam 4 desam, siz 4'te kam 5 deyapsiz. Birinchi Saat 4, 4'te aytamiz. 4'e 5 var. 4'de 5 var. Endi to'g'ri bo'ldi. Madina xonim yaxshi. Harakatingiz bor. Sal harakat qilsangiz o'rganib qo'yasiz. Xo'p, davom etamiz. Islombey, Merhaba hocam. merhabalar. Xo'p, Islombeyga savol berishni boshlaymiz. Xo'p, soat 17dan 15 daqiqa o'tdi. 17dan 15 daqiqa o'tdi. Mashq qildingizmi soatlarni aytishni uyda? Soat 17'den nima dediniz ustoz? 15 daqiqa o'tdi.
Soat Xo'p, Güzel opa 17. yordam bering. Güzel opa yordam bersin faqat. Merhabalar. Merhabalar. Saat 17'den çeyrek geçiyor. Değil. Yo'q, yo'q, xato aytdingiz. Dan degan qo'shimcha qo'shilmaydi turk tilida. Saat 7'ye 17'de 5 geçiyor. çeyrek geçiyor. Mana sekinlashtirilgan variantda aytib berdilar. Hop, Islom aka endi siz ayting. Ben yaxshi eshitmay qoldim ustoz. Soat e, 17 necha edi? 17 turk tilida qanaqa 17. aytiladi? 17. 7 çeyrek 17. geçiyor bilan shunaqa bo'ladi. Geçiyor. Hop, 17 ga ham bitta qo'shimcha qo'shishimiz kerak. 4 talik qo'shimchadan olinadi. Nima deymiz? Qaysi 7. qo'shimchani qo'shamiz? Islom aka raqamlarni o'rganmadingizmi turk tilida? Sana beringchi 20 gacha sana bering. Ketdik. Sana berasiz faqat 1 dan 20 gacha. Turkchalab. Boshlaymiz Islom aka. 1, 1, 2, 3, 4. doğru. 4, 5, 6, 7, 8, aha. 9, 9, 10, 9, 10, bunlar necha edi? Ho'p, bo'ldi. Islom aka qarang. Sizchi mana darslarga kelyapsiz, ertalab turyapsiz. Shuncha vaqt ayiryapsiz. Lekin men o'ylayman, uyga vazifalarga, darsdan tashqari shug'ullanishga unaqa ko'p vaqt ayirmayotgan ekansiz. Chunki mana dars o'tilgan, qaysidir ma'noda bilasizda, mana aytishda, boshqa qilishda juda ko'p nimalar bor. Mana oddiy raqamlarni ko'pini noto'g'ri talaffuz qilib ketyapsiz. Shu uyga vazifalarga ham ozgina vaqt ayiring, xo'pmi? Xuddi mana darsga vaqt ayirganingiz sari ertalab turib, g'ayrat qilib darsga kirganingiz kabi hech bo'lmasa 1 soat, bilaman ish ko'p bo'ladi erkaklarni. Buni erkaklar o'zi yaxshi biladi. O'shaning uchun demoqchimanki, 1 soat hech bo'lmasa uyga vazifaga vaqt ayiring, yaxshi bo'lib ketadi. Menga Xo'p, tushundim. turk tilida raqamlarni ovozli xabar qilib, lechkamga bugun kechgacha chiroyli qilib yoddan aytib yuborasiz degan umiddaman. Xo'pmi? Bu sizga vazifa. Xo'p, raqamlarni bilmasangiz soatni ayta olmaysizda. Xo'p, Marg'uba xonimga o'tamiz. Marg'uba xonim, mikrofoningizni oching. Merhaba. Merhaba. Xo'p, soat demak 10 dan 15 daqiqa o'tdi deymiz. Saat 10'da 15 geçiyor. Yo'q, xato. 10 dan demaymiz-ku turk tilida. Kecha o'rgatdim. Nima Onu, deymiz? 10'u onu 10 geçiyor. 10 emas, 15 ga. Qo'shimchadan. Onu 15 geçiyor. Xo'p, 15 dediyse ikkinchi variantda 15 da o'tyaptini nima deymiz ikkinchi variantda? çeyrek geçiyor. Cherak. Ha, endi cherak bilan ayting. Saat 10'da çeyrek geçiyor. Endi undanni unutib qo'ydingiz, yana xato aytdingiz. Onu, evet, saat 10'u çeyrek geçiyor. Cherak geçiyor. Xo'p. Endi 15 da kam 10 deymiz. 15 dakika ama. Hı. Saat 10'a 15 var. Ha. Endi chorakda kam 10 deymiz. Çorak dakika ama. Hı hı. 10'a 10 Chorak. Nima degani? çeyrek. Cherak çe- Çeyrek var. var. Juda ham yaxshi. Takrorlaymiz. 10 dan 15 da o'tdi, keyingisi 15 da kam 10. Takror aytamiz. Saat 10'u çeyrek var. Saat Yo, soat 10'u cherak. var. Yo'q, xato. Çe- Soat 10'u deb Saat turibsiz. Mhm. Cherak saat 10'ga ge 15 çeyrek Geçiyor. geçiyor. Ha, geçiyor. Yok, geçiyor. başka. Keyingisini aytamiz.
soat 10'a Cherak 10 dedikmi? Cherak var. Cherak. var. Var. Marg'uba xonim, nahotki shunchalik qiyin? Bilib turibsizda, miyangizda 20 xil variant kelyapti-da. Buni aytsammi, buni aytsammi, buni aytsammi. Aslida siz bilasiz, ikkilanish juda ko'p. Nimaga unaqa? Soat 10 cherak geçiyor, soat 10 cherak var. Bo'ldi. Shunchalik oson. Siz shuni bilib turibsiz, lekin bilganingizni ham 100 xil Aniq. variantnikidan tanlab olishga ikkilanib turibsiz. Mhm. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Salohiddin Bey, merhabalar. Selamun Aleyküm, merhaba. Xo'p, soat 9:30. Saat 9 Buçuk. buçuk Soat geçiyor. 9:30. Xo'p, 10:30. Aa, saat 10 Yo'q, qo'shimcha buçuk. qo'shmaymiz. 10 ga qo'shimcha qo'shmaymiz. Chunki yarim deyapmiz. Saat 10 buçuk. Qo'shimcha qo'shmaymiz desam yana qo'shdingiz. Saat 10 buçuk. Soat 10:30. Xo'p, endi mana qarang. Qo'shimcha qo'shadigan qilib so'rayman. Soat 10 dan 5 daqiqa o'tdi. Saat 10'u 5 geçiyor. 5 geçiyor. Chiroyli. Soat 5 kam 10. Saat 10'u 5 var. Ha, endi faqat 10 ga u qo'shmaymiz, ikkiligidan olamiz. Nima deymiz? Soat 10. 10'a 2 var. Yo, 5 var. Saat 10'a 5 var. Soat 10 5 var. Xo'p, endi 20 kam 11. Saat 11'u Yo, yo, yo. 20 kam. Takamlarda A, E qo'shiladi. O'sha aa, raqamga. Mhm. 11'e saat 11'e 20 var. 20. 20 var. 20 demaydi-da ular, oxirida i turibdi. 20 var. 20 var. Ha, soat 11'e 20 var. 20 var. Xo'p. Rahmat, Dilbar xonim. Merhaba hocam. Merhaba. Saatlar konusunu öğrendiniz mi acaba? Çalıştınız Evet, mı? Güzel. evet. Hop. Saat 12'den 10 dakika o'tdi. Saat 12'den 10 dakika geçiyor. Xato bo'ldi. Dilbar xonim bilan boshqa savol javob qilmaymiz. Keyingisi. Nargiza Mahkamovaga o'tamiz. Soat 12'dan 10 daqiqa o'tdi. Merhaba. Merhabalar. Saat saat 12 10 dakika geçiyor. Yo'q, sizga ham xato. Bo'ldi, bir martadan shans beriladi. Siz bilan ham boshqa savol javob qilmaymiz bu mavzuda. O'rganmabsiz. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Nilufar Matyoqubova. Xo'p, soat 13'dan 20 daqiqa o'tdi. 13'ten buçukmi o'tdi? Yo'q, bitta ham so'zini to'g'ri aytmadingiz. Keyingisiga o'tamiz. Ozodbek Ramazov. Merhaba hocam. Merhabalar. Xo'p, soat 15'dan 15 daqiqa o'tdi. 15'e çeyrek geçiyor. Qarang, 15'e çeyrek geçiyor. qarang. O'zi 15 deganda takamda olinadi. Geçiyor o'tyapti deganni qo'shimchasi. Yo'q, 15'te oturdu demediniz mi? ha 15'dan 15ta o'tdim deyapman, lekin siz 15 takamni qo'shimchasini olyapsiz. 15i 15 geçiyor. 15 geç endi to'g'ri bo'ldi. Xo'p, Muxtasar xonim. Muxtasar xonim. Muxtasar xonim darsda yo'q shekilli. Chiqazib boramiz. Bir marta chiqarsam qaytib kira olmaydilar darslarga.
Alixonova. Alixanova. Alixanova. Xo'p, qaranglar, hozircha 6:10 dars tugaydi. Tugagandan keyin 6:20gacha bitta choylarimizni, qahvalarimizni yangilab kelamiz. Undan keyin 6:20dan yana dars o'tamiz, xo'pmi? Endi bugun soatlar mavzusi qiyin bo'lganligi uchun ozgina savol-javob qilib mustahkamlab ketmasam bo'lmaydi deb birinchi 40 daqiqani shuni savol-javobiga bag'ishladim. Ovozim eshitilyaptimi? Evet. Xo'p, Alixanova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Darsda Ustoz, man tinglashsam maylimi? Bugun birinchi darsimni endi qo'shildim. Ha, birinchi marta. Xo'p bo'ladi. Mayli, eshitib turing. Xo'p, Zayniddinova Muattar. Muattar xonim. Menimcha darsda emaslar, chiqazaveramiz. Xo'p, Javlon Bey. Javlon Bey. Javlon Bey. Ben assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Man Assalomu alaykum. dejursiyada edimda, shuning uchun Ha, siz ha. Negizi Siz ham har kun darsga kirasiz. Bugun boshqa nom bilan kiribsiz. Xo'p, ha xo'p. Demak, soat 20dan 20 daqiqa o'tdi. 20dan 20dan 20 saat 8'de 20 20 geçiyor. 20 geçiyor. 20 geçiyor. Yaxshi. Yaxshi. Endi shuni 8dan demaymiz-da, 20dan deb aytamiz. Endi Aha. kechki paytda. Aha. Saat 20'de 20 geçiyor. Boshqatdan. Saat 20'den 20 geçiyor. Yo'q, xato. Xo'p, dan degan qo'shimcha qo'shilmaydi-ku. Nimaga qo'shyapsizlar shu narsani? Ko'pchilik shu yerda xato qilyapti. Qaranglar, yo Ha. to'rtlikdan olamiz qo'shimchalarni, yo ikkilikdan olamiz. To'rtlikdan geçiyor deganda to'rtlikdan, takam deganda ikkilikdan olamiz. To'rtlik nima, ikkilik nima kecha o'rgatdim. Tushundim. Hech kim o'rganmabdi bu mavzuni. Xo'p, 10 daqiqa tanaffus qilamiz, tanaffusdan keyin kelamiz, xo'pmi? Shu soatlar mavzusini bugun hech bo'lmasa bitiraylik. Ikkita darsda bitira olmayapmiz. Nimaga? Chunki dars qilib kelmabsizlar. Hech kim dars qilmayapti ekan. Faqat men dars o'tar ekanman, eshitar ekansizlar, lekin uyda dars qilib kelmas ekansizlar. Shunaqami? Bir kishi lechkamga domla tushunmadim deb ham yozmadi-da. Bu degani hamma tushungan, lekin dars qilmagan. Shunaqami? Xafa qildinglar ochig'i. Keyingi 10 daqiqa tanaffusdan keyin kutaman. Xo'p, hurmatli do'stlar, demak, soatlar mavzusini yana bir takrorlab olamiz. Qiyinroq mavzu bo'lganligi uchun. Keyin ozgina chalasi qolib ketgandi, qo'shimchasi kecha, o'sha qo'shimchasini ham o'rgataman. Shuning bilan bugungi darsimiz yakunlanadi. Xo'p, demak, e'tibor qilamiz. Soat rovna deb aytmoqchi bo'lsak, shunchaki soat deymiz. Soatni aytamiz 8, soat 8, soat 10, soat 11, soat 12, soat 20, soat 23, soat 24 kabi. Tushunarlimi? Endi qaranglar. Yarim deb aytmoqchi bo'lsak, buchuk so'zidan foydalanamiz. Soat 8 buchuk, soat 9 buchuk, soat 10 buchuk. Kechangi darsni videosini ko'rsanglar ham bularni o'rganib olasizlar. Endi qaranglar. 15 takam deb aytmoqchi bo'lsak, mana geçiyor so'zidan, cherik so'zidan foydalanamiz. Soat 8 qaranglar, bu yerda to'rtlik qo'shimchalar sistemasidan qo'shimcha olingan, to'g'rimi? Qo'shimchalar sistemasini o'rgatdim. Soat 8 cherik geçiyor. Bu yoqqa e'tibor qilamiz. Qaranglar, soat 8 bo'lyapti. Bo'lyapti. Bu yerda bu yerda bo'lyapti. Demak, soat 8 cherik var. 15 takam 8 deganda biz ikkilik qo'shimchalar dan olyapmiz takamlarda. Hop, geçiyorni ishlatganda to'rtlikdan olyapmiz qo'shimchalarni. Mana geçiyor bilan to'rtlik bir-biriga uyg'un, var bilan ikkilik qo'shimchalari bir-biriga uyg'un. Shunisiga e'tibor qilinglar.
Xo'p, demak, geçiyor degan o'tyapti degan. Qaranglar, 11 mana to'rtlikdan oldi qo'shimchani. 10 geçiyor, geçiyor bilan to'rtlik qo'shimchalar sistemasi bir-biriga uyg'un. Bu yoqda 11 cherik var. Mana qaranglar, bu yerda ikkilikdan olyapti. Ya'ni var bilan ikkilik bir-biriga uyg'un. Xo'p, qaranglar, endi biz hozir nimani o'rgandik? Biz shunchaki soatni aytishni o'rgandik. Biz hozir soat nechi bo'ldi degan savolga javob berishni o'rgandik. Endi biz soatlarni gapni orasida qo'llashni o'rganamiz. Gapni orasida qo'llaganda birozgina o'zgarish bo'ladi. Geçiyor, geçe deb qo'llaniladi. Var dedik-ku takamni. Var dedik. U kala deb qo'llaniladi. Kala deb qo'llaniladi. Misol uchun, soat 7:50 evden chiqdim. Yani, e'tibor qildinglarmi? Bu yerda soat gapni o'rtasida ishlatildi. Soat 7:50 evden chiqdim. Ya'ni soat 7dan 50 ta o'tganda uydan chiqdim. Shu yerda geçiyor demadim, geche dedim. Tushunarlimi? Gapni orasida shunaqa shaklda qo'llanilar ekan. Mana misollarda ko'ramiz. E'tibor qilinglar. Mana 11:10 ishdan chiqıyorum. E'tibor qildinglarmi? Mana geçiyor, geçega qisqardi. Ko'rdinglarmi? 11:10 ishdan chiqdim, chiqıyorum. Endi qaranglar. 11 cheyrek kala. Ben 15 dakikam 11'de otobüse biniyorum. Avtobusga minaman. Tushunarli bo'lyaptimi? Tushunyapsizlarmi? Ya'ni gapni o'rtasida ishlatganda geçega qisqaradi, geçiyor. Mana u var kalaga o'zgaradi. Gapni o'rtasida qo'llanilganda. Ha, gap bilan kelganda shunday ustoz. Ha, xuddi shunday. Yani, angladik. Xo'p. Demak, kim namuna misol ayta oladi shunga? Misol uchun qaranglar, soat 7dan 20 daqiqa o'tganda nonushta qildim deylarchi. 7:15 dedingizmi? Hmm. 20 dedim. 7dan 20 ta o'tganda nonushta qildim deymiz. Ha. 7. Hop, ketdik, boshidan aytamiz. Soat Saat Saat 7'ye 7:20 kahvaltı yaptım. geçiyordu. hop, to'xtanglar. Bitta-bitta gapiramiz. Xoliniso Yaxshiboyeva gapirsin. Selamünaleyküm hocam, nasılsınız? İyi Alaykum misiniz? salom. Eshitamiz sizni. Hayırlı sabahlar. Xeyirli sabah. Saat 7'ye 20 geçe kahvaltı yaptım. 7:20 Kahvaltı yaptım. kahvaltı yaptım. Chiroyli. Xo'p, keyingisini Dilzoda xonim tuzadi. Kala bilan tuzamiz. Xo'p, 10 takam 8da, 10 takam 8da nima deymiz? Xonamni tozaladim deymiz. Xona degani odami. Sonra temizledim. Xo'p, Ben ye, ben 7 yo'q. 10 takam 8 deymiz. 8'e 10 kala Odamni odamı temizledim. temizladim. Odamı temizledim. Judayam chiroyli. Xo'p, davom etamiz. Ovozim boryaptimi hammaga? Xo'p, davom etamiz. Qaranglar. Soat deylik 20 takam 19da kechki ovqatni
yedik deymiz. Kim ayta oladi shu gapni? Soat 20 kam 19da kechki ovqatni yedik. Kim ayta oladi? Man bitta aytib ko'ray. Hop, siz aytdingizda, ishtirok etmaganlardan bormi ko'ngillilar? Soat 20 kam. Hop, ayting mayli, Xoliniso xonim. Xoliniso xonim. Yo'q, man Mehriniso xonim. Ha, Mehriniso xonim. 7:20 kala akşam yemeğini yedik. Judayam chiroyli. Soat 7:20 kala akşam 20 kala. yemeğini yedik. Yaxshi, chiroyli. Xo'p, qaranglar. Soat 9dan 10 daqiqa o'tganda darsni boshladik deymiz. Soat 9dan 10 daqiqa o'tganda darsni boshladik. Kim ayta oladi? Xo'p, Xurshida xonim aytasizmi? Bunaqa desa bo'ladimi? 9:20 o'tganda dars Yo, den qo'shimchasi qo'shilmaydi soatlarga. Yo to'rtlikdan olinadi, yo ikkilikdan olinadi. Xo'p, qachon to'rtlikdan olinyapti? Gecha ishlatilganda. Qachon ikkilikdan olinyapti? Var kala ishlatilganda. Demak, biz bu yerda nima deyapmiz? Soat 9dan 10 daqiqa deganda biz ilk to'rtlikdan olamiz. Soat 9'u 10 9:01 gece geçiyor. derse başladık. Saat 9'u 10 gece derse başladık. Hop, qaranglar. Qiyinlik qilyaptimi soat mavzusi? Tushunmayapsizlarmi yoki tushuntira olmadimmi? Demak, o'tyapti deganda qaysi so'zni ishlatdik? Geçiyorni ishlatdik, to'g'rimi? Ha. Raqamga qaysi qo'shimchadan qo'shdik? To'rtlik qo'shimchalar sistemasidan qo'shdik. Endi geçiyor deganda biz faqat soatni aytganda ishlatdik. Endi gap orasida ishlatganda gechaga qisqardi o'sha qo'shimcha. Gap orasida. Misol uchun, ben genellikle saat 7:15 kahvaltı yaparım. Qaranglar, bu yerda gapni orasida, ya'ni gechadan keyin gap davom etyapti-da. O'shaning uchun gecha bilan tugatdik. Geçiyorni ishlatganda geçiyor deyapmiz, nuqta qo'yilyapti, gap tugayapti. Shunchaki soatni aytyapmiz. Xo'p, to'plantı saat 10:20 gacha boshladi. Kim tarjima qiladi? Yig'ilish. Xo'p, xo'p, xiyobiy. To'plantı Majlisga uni 20 daqiqa qoldi. yo'q, soat 10:20 gacha boshladi. Qoldi demadim. Majlis undan 20 daqiqa o'tganda boshlandi. Boshlandi. Qolganda. Yo'q, o'tganda, to'g'ri aytdim. O'tganda. Gecha O'tganda. deyapman-ku, gecha deb turibman. Kala demadim. Yechanda. Xo'p, endi qaranglar. Soat 8'e, bu yerda 8'e ikkilikdan olyapmiz. Cherik kala evdan chiqdim. Nima dedim? 8:15 15 daqiqa dakika qolganda sakkiz. uydan chiqdim. 15 kam 8'da uydan chiqdim. Xo'p, soat 6:05 kala bana mesaj attı. Saat 6:05 kala bana mesaj attı. 5 dakika Telefonda oldida xabar jo'natdi. Ha, SMS yubordi. To'g'rimi? Xo'p, yaxshi. Xo'p, sizlarga bitta savol. Poyezd 20:09 harakat qildi. Tren Hop, tren 9:20 Mehriniso xonim, 9:20 kala harakat harakat etdi. etdi. Mana
Bugun Mehriniso xonim ancha aktiv, a? Soatlar mavzusida. Ancha aktivlar. Qayerdasiz siz? Kamera ocholmaysizmi? Xo'p, Yo'q, o'chirma. xo'p, davom etamiz. Soat 5 kam 1da, 5 kam 1da haliyam ofisda edim deymiz. Saat 1'e 5 kala hala ofisteydim. Mashalloh. Xo'p, judayam yaxshi, judayam chiroyli. Bitta takrorlang. Saat 9'a 5 kala hala ofisteydim. Ofisteydim. Seyden keyin tey. Ofisdaydim. Xo'p, Teydim. 9ga men 5 kam 9 Dok- demadim. 5 kam 1 dedim. Ha, shunaymi? Hmm. 1'e 5 kala. 1'e 5 kala hala ofisdaydim. Ofisteydim. Xo'p, xo'p. Tarjima qilamiz. Kim tarjima qilib beradi bularni aytgan gapini? Muxtasar Beshta xonim. kam bildim. Hali ofisda Bir edim. daqiqa o'tgan payti Ofisda edim. Birga 5 daqiqa qolganda deyapti. Mhm. Xo'p, davom etamiz. Qaranglar. Soat 10 kam 10da dars tugadi. Yoki dars soat 10 kam 10da tugadi. Soat 10 kala. Kala. Soat 10 kala Ders ders Bitti. Bitti. Xo'p, shuni kim qildi hozir? Muxtasar xonimmi? Kim hozir aytdi, o'qidi shu narsani? mana soatda ayta oldim, dars bitdini bilmadim. Bitti Xo'p, tugadi Muxtasar dedim. xonim boshqatdan aytamiz. Yaxshi, harakat qildingiz. Soat 10 kala ders bitti. Soat 10 kala ders bitti. Yaxshi, mana ishlata olayotganlar ham bor oramizda. Kalani qayerda, gechiyorni qayerda, gechani qayerda ishlata olayotganlar ham bor. Xo'p, demak, sizlarga uyga vazifa dars kitobidan 57-betgacha to'liq bajarasizlar. Xo'p, chalishma kitobidan birozdan keyin yozib yuboraman. Xo'pmi? Birozdan keyin yozib yuboraman. Keyin soatlar bilan bog'liq mashqlar beraman. Kecha berdim, 7 kishimi 8 kishi bajaribdi, lekin hamma to'liq bajarmagan. Vazifalarni kanalda to'liq bajaringlar. Xo'pmi? Soatlar bilan o'sha bajarmaganinglar uchun bugun balki ayta olmagandirsizlar. Balki yuzaki qo'l uchida, ko'z uchida qaragandirsizlar. Unaqa bo'lmanglar. Xo'pmi? Iltimos qilaman. Shuncha mana ertalab turib darsga kirib vaqt ayiryapsizlar. Hech bo'lmasa tushunmagan joylarni tushunmadim deb yozinglar, so'ranglar, yana qaytadan tushuntirishga tayyorman. Lekin unaqa qilib biz hozir keyingi mavzuga o'tsak bo'ldi. Soatlar mavzusi bilan hech kim shug'ullanmaydi. Ozgina shu mavzuni takrorlasak, mayli zerikarli bo'ldi bugun darsimiz balki, lekin men o'ylaymanki, zerikarli bo'ldi. bugungi tanqidlar ertaga o'z mevasini beradi. Inshaalloh bugun hamma shuncha domlamiz jon kuydirdi. Men o'zim shuncha vaqt ayirib ertalabdan turib darsga kirdim. Shu mavzuni o'zlashtirib qo'yay, o'rganib qo'yay deb o'z ustida ishlaydi degan umiddaman. Agar meni tushuntirganim tushunarsiz bo'layotgan bo'lsa, soatlar mavzusi deb yozsanglar YouTube'da balki 100 ta domlani soatlarni 100 xil usulda tushuntirib bergan darslari kelib chiqar. Ulardan foydalansanglar ham yaxshiroq o'rganib olasizlar. Tushunarlimi bu? Darsga kirdinglar, men sizlarga bir marta birinchi taassurotni berdim bu mavzu haqida. Sizlar tushunganinglarcha tushundinglar, tushunmagan bo'lsangiz YouTube'dan boshqa domlalarni darslaridan ham foydalanishingiz mumkin. Kiringlar, ko'ringlar, balki ular boshqacha tushuntirgandir, sizga qulay usulda tushuntirgandir. Ulardan ham o'rgansanglar, foydalansanglar bo'ladi qo'shimcha shaklda. Undan tashqari bugun uyga vazifalar beraman, kanalga yana o'sha bugun ayniqsa gecha va kala so'zlarini qo'llab soatlarni aytishni o'rgatgan vazifalardan ko'proq beraman. U vazifalarni bajaringlar. Xullas shu soatlar mavzusini
o'zlashtiringlar. O'zlashtirmasdan tashlab ketish yo'q. Bu o'zi qiyin mavzu. B2'da o'qib turib soatni eplab ayta olmaydiganlar bor. Nima uchun? Qo'l uchida dars qilgani uchun. Tushunarli? Qilayotgan bo'lsak ozgina mehr bilan, muhabbat bilan qilaylik, bo'lmasa umuman qilmay qo'ya qolaylik. Tushunarlimi? Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Kitobni qaysi kitobda o'tyapsizlar? Siz menga Telegramdan lechkamga yozing, men sizga kitobni tashlab beraman. Birinchi marta kiryapsizmi bugun darsga? Bugun birinchi. Xo'p, ertaga sizlardan iltimosim, birinchi marta kirayotganlar ham, boshqalar ham ertaga hamma dars stolida, darsda oldiga kitob, daftar, qalam, ruchkasi bilan darsga kirgan bo'lsin. Xo'pmi? Mayli kimnidir yosh bolasi bordir, kimdir mana Egamberdi akaga o'xshab ishga shoshib turgandir, man hozir nonushta qilyapman, qolganlarni oldida ovqatlanib o'tirish noqulay bo'ladi degan bir xayolda bordir. Ularni tushunaman. Bir og'iz sababini aytsanglar, yo'q demaymiz. Lekin gruppada misol uchun 30 kishi darsga qatnashib, 25tasini kamerasini yopiq turishi, bu degani men o'ylayman, odamlar shunchaki bahona qilyapti deb o'ylayman. Deylik, u uzrli sabablar 5 kishida bo'lsin, 4 kishida bo'lsin, 3 kishida bo'lsin, 25 kishida uzrli sabab yo'q. Shunchaki yotoqda yotgan holatda darsga kirishlik ham ilmga bo'lgan, ham ustozga bo'lgan hurmatsizlik. O'shaning uchun kiringlar, ochib, o'tirib, suhbatlashib, bu yerda hamma mana opa singillarimiz, deylik bugun 12-darsimiz, 12 kundan beri biz birgamiz. To'g'rimi? Shu yerda birgalikda ertalab tongni turk tili bilan boshlayapmiz. Hech kimda hech qanaqa bir dilxiralik bo'lgani yo'q bugungacha. Hammamiz Xudoga shukr bir-birimiz bilan yaqindan tanishib, yaxshi bir harakat qilyapmiz. O'shaning uchun safimizga qo'shiladigan bo'lsanglar, shu shaklda qo'shilinglar. Agar e'tiborsizlik bilan, diqqatsizlik bilan har bir javrab yotibdi-da bittasi degan bir nazar bilan qaraydigan bo'lsanglar, yaxshi kelmay qo'ya qolinglar darsga. Bugun ozgina qattiq gapirgan bo'lsam, ko'nglinglarga tekkan bo'lsam, uzr so'rayman. O'ylaymanki, ertangi darsda bu tanqidlarim o'z mevasini berib, ko'proq dars qilib, yaxshiroq shug'ullanib kelasizlar degan umiddaman. Ba'zida domla yaxshi gapirib motivatsiya beradi, ba'zida yomon gapirib o'quvchini dars qilishga undaydi. Ikkalasi ham bir usul, ikkalasi ham bir metod. Mana shunaqa shaklda har bir yaxshi gapni ham, yomon gapni ham sizlarni dars qilishga undash uchun aytganligimni his qilasizlar degan umiddaman. Xo'p, sog' salomat bo'linglar, ertaga ko'rishguncha. Soatlar mavzusi ertaga bitsin. Tushunarlimi? Bo'ldi. Buni 3-darsga sudrab yurish kerak emas. Ertaga bu mavzu bitadi degan umiddaman. Ertaga 10 kishi bilan savol javob qilaman. Bu 10 kishi kim bo'lishini bilmadim. Tanlab darsda 10 kishi bilan savol javob qilaman. Shu 10 kishini natijasiga qarab umumiy guruhga baho beraman. Tushunarlimi? 10 kishidan bittasi siz bo'lib qolishingiz mumkin. Bitta sizni javob bera olmasligingizni deb butun guruhdagilar dars qilmaganga chiqib qolishi mumkin. O'shaning uchun dars qilib tayyorlanib keling. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Egamberdi Bey, fotoğraf, videolar atın, tamam mı? Bekliyoruz. Ustoz bir narsa so'rasam maylimi, vaqt bormi? Yo'q, Telegramdan yozing lechkamga. Xo'sh, rahmat. Salomat bo'linglar. Charchaman.